O ilgili teplовоздар. O'zbekistonskiy da. Namazdan çıktık. Temir yo'ldagi Cuma meçitten çıksak poyez ötüp kaldı. O'zbekistonning sostavi ekan. O'sha alsan ele ko'rib boshqacha bunday poyez ko'rele gelen Jalabatda deb. Lekin tем более пассажирский ekan. Az ko'rasizlar. Biraz tartib qoldim. Endi bu испытание da o'tadi, bunda tekshiriliyor. Mümkün poyez пассажирский poyez yurib qoladir. Hem ilgari bilesinglar 2-3 sutkada Kırgızistan, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston aylanib yurishlar. İlgari Jalabatdan borib poyez Rossiyaga. Mümkün başka jaqlarga dagı пассажирский qattam açılıp qolar. Mana bugun kapsula salındı. Endi Xitoy yo'li shul yerdan o'tib qolsa yaxshi bo'lar. Xitoy, O'zbekiston, Qirg'iziston poyez yo'li. O ilgari teplовоздар. O'zbekistonskiy da. O'zbekiston temir yo'li. Пассажирский mi ha? O'zbekistondan пассажирский poyez kelgan o'xshaydi. Qatnay ekan. O. Ne? Пассажирский O'zbekistondan-go qatnaymi? Временно da? Qatta passaj yaxshi bo'lmoq. 100 yildan beri ham ko'rib o'taman. Qancha yil пассажирский bu? Пассажирский bu? O'zbekistonda временно deydi hozir vaqtincha bitmaydi. Yurib qolsa yaxshi bo'ladi. Ana O'zbekistonda sostavi ketdi Jalabatdan hozir. Может, уже tekshirib yurib o'tadi, открытие keldi. Тем более o'zbekistonskiy sostav. Пассажирский açılıp qolsa yaxshi bo'lmoq.